35 yoshli ayol kishi ovqat yeb qornim rosa to'q bo'lsa ham bir nimalar yegim kelib turadi. Ko'p ovqat yeb qo'yaman. Ishtahani bo'g'ish dorilarini ayting. Birinchi navbatda ovqatni ko'p yegan sari siz yana ovqat yegingiz kelaveradi. Keyin shirinliklarga o'rganib qolgan odamda ovqat yegandan keyin bironta shirinlik yemasa ko'ngli joyiga tushmaydi. Shuning uchun siz bu narsalarni to'g'ri tushunishingiz kerak bo'ladi va sekin tanani o'rgatish kerak bo'ladi kamroq ovqatga. Nimaga aytsangiz, chunki sizni dori bilan ishtahangizni bo'g'ganimiz bilan u dori sizni qo'lingizni ushlab turmaydi va keyin xulqingizni to'g'rilab qo'ymaydi. Ya ovqatga munosabatingizni o'zgartirib qo'ymaydi. U shunchaki ishtahani bo'g'ib turadi. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Keyin to'xtatasizmi? Bir kun dorini yo umr bo'yi ichmoqchimisiz? To'xtatganingizdan keyin yana o'sha oldingi ishtaha, ya'ni o'zini boshqara olmaslik, o'zini ustidan nazorati yo'qligi, nafsini tiya olmaslik degan xulqlaringiz bor-ku, o'shalar qaytib keladi-da, yana bugungi kunga kelib qolasiz. Shuning uchun siz doriga yopishmang-da, oldin nima qiling? O'zingizni xulqingizdagi, axloqingizdagi, ovqatga nisbatan munosabatingizdagi holatlarni bir qator baholab chiqing va ana undan keyin nima qiling? Birma-bir o'shani yeching. Agar dori xalqi berganda siz ishingizni unda hamma oz olardi shu dorini ichib. Nega unda shuncha ozadigan dori bor, shuncha ozadigan maslahat bor, hamma oz olmayapti desangiz, ayni o'sha odamlar o'sha tartibga rioya qila olmayapti, o'sha xulqni o'zida shakllantira olmayapti. Ana o'shaning uchun.